Assalomu alaykum bizlarning kuzatuvchilar. Bugun yana bir operatsiyamizni yakunlab oldik. Ertalabda opamning oldin 4 ta implant qo'yilgandi yupqa joylariga. Hozir yana 2 ta ishlarini olib tashlab, yana 2 ta implantlarni qo'ydik va keyinchalik yana 2 oydan keyin koronkalarni qo'yib berib, chiroyli qilib beramiz. Xudo xohlasa. Va og'riqlar bo'ldimi, qanaqa tushishi bo'ldi hozir, qo'rqib implantatsiya qilgizmayotgan bemorlarimiz uchun o'zida deydi maslahatlaringizni bera olasizmi? Umuman og'rig'i yo'q. Bemalol qo'rqmasdan kelib, 5 ta bo'lsa ham qo'ydirib ketsa ham bo'laveradi. Umuman zig'ircha ham og'rig'i yo'q, вообще. Ko'rib bemorimiz ham o'zi bemalol xotirjam, qanday kelgan bo'lsa, xuddi o'shanday yana qaytib ishga tortdilar. Sizlar ham bemalol kelsanglar bo'ladi. Biz sizlarni Idealspan klinikamiz va Stem Center klinikalarimizga kutib qolamiz. Har shanba, yakshanba esa vodiyliklarni Qo'qonda, ya'ni Farg'ona viloyati Farqat tumani Falontosh qishlog'ida kutib qolamiz. Qolgan kuni dushanbadan jumagacha biz shu yerda Toshkentdamiz. Maxtumquli ko'chasi 91 biror bir qismida bizning klinikamizga kelasizlar. Sog' bo'ling.